Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barchaga. Hurmatli akalar, hurmatli ukalar, hurmatli kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Xudo xolasa, misol uchun aytaylik, bizga boshida nima bo'ladi? Bizda faqatgina ideya bo'ladi. Misol uchun aytaylik, falon ishni qiluvchi sun'iy intellekt loyihasini tuzish. Misol uchun yoki mesela falon vazifani bajaruvchi dastur yaratish. Mana shunaqa og'zaki bir yoki bo'lmasa yozmami, mana shunday faqat ideyadan iborat bo'lgan, so'zlardan iborat bo'lgan narsa bo'ladi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Buni haqiqiy real ishlaydigan loyihaga aylantirishimiz kerak. Mana shu loyihaga aylantirish mobaynida albatta bizga nima kerak bo'ladi? Loyihaning ketma-ketligi. Mana shu loyiha ketma-ketligini to'g'ri tuzish, yaxshi tashkillashtirish uchun bizga loyiha arxitekturasi kerak bo'ladi. Ya'ni biz ma'lum yo'lni chizib olishimiz kerak bo'ladi. Aytaylik, misol uchun mana men bu yerda hozir chizib ko'rsataman. Qanaqa anu bo'lishini. Misol uchun tasavvur qilaylik, biz Toshkentga borishimiz kerak. Misol uchun mana men bu yerda aytaylik, men Xivada turibman, mana Xivada, mana men bu yerga Toshkentga borishim kerak mana. Toshkentga borishim kerak. Demak, mana shu joyda, mana shu yerga borishim uchun albatta nima kerak bo'ladi bizga? Ketma-ketlik kerak bo'ladi. Yo'l kerak bo'ladi, tizim kerak bo'ladi. Misol uchun mana aytaylik, birinchi Urganchga boraman. Urganchdan o'ngga haydab Amudaryo tumaniga o'taman. Amudaryo tugandan daryoda o'tib To'rtko'lga boraman. To'rtko'ldan trassaga chiqib olaman. Trassadan Buxoroga boraman. Buxorodan Navoiyga o'taman. Navoiydan Samarqandga o'taman. Samarqanddan Jizzaxga o'taman. Jizzaxdan Sirdaryoga o'taman. Sirdaryodan Toshkentga kelaman deb turib, yoki bo'lmasa men bu yerda Bo'ka orqali o'taman, yoki bo'lmasa ipodrom orqali boraman deb turib, loyiha yo'l chizib olamiz. Mana shu yo'l bo'yicha yuramiz keyin. Misol uchun mana shu yerga kelib turib, bu yoqqa ketib qolmaymiz yoki bu yoqqa ketib qolmaymizda, mana shu yo'l bo'yicha boramiz, o'shanda manzilga boramiz, to'g'ri. Va ko'zlagan natijamizga erishamiz. Aynan mana shu narsa uchun bizga data arxitektura kerak bo'ladi. Data arxitektura. Buni tuzishni oson yo'li bor. Bizda lucid.app degan narsamiz bor. App mana. lucid.app enterni bosamiz mana. Ko'ramiz hozir mana lucid.app ga kirdik. Men hozir mana registratsiya qilib qo'yganman. O'sha registratsiya bo'lgani uchun indamadi. Agar sizda bo'lmaydigan bo'lsa, registratsiyada o'sha bitta Google account bilan kirib olasiz. Muammosiz kiradi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Demak, mana shu yerda endi biz nima qilishimiz kerak? Dataning, o'sha loyihaning arxitekturasini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda turlari bor. Mana for you, AI initiative, agile, processes, brainstorming, systems, planning degan narsalar bor. More templates, blank whiteboard, blank diagram yoki mana bu yerda o'zi tavsiya qilayotganlari bor. Mana flowchart, reset documents, men o'tgan anoda to'g'rilaganim bu kerak emas bizga. Move to trash ni bosib yuboramiz. O'sha musorga ketib qolaversin, bu kerak emas. Demak, flowchart bor ekan, through web weaver bor ekan, org chart bor ekan. Tak, move to trash ni bosamiz, mana kerak emas deb. Business process flow example bor ekan, simple org chart bor ekan, AI process flow bor ekan. Mana bu yerda ham, bu ham bizga qulay, bu ham bizga qulay. Istalgan bitta anusini ko'rib boraveramiz. Misol uchun aytaylik, bizda nima qilamiz? Mana shuni bir bosaylik. O'zimizga o'sha ishlash jarayonimiz uchun mana shu ma'qul bo'ldi. O'shani tanladik. Mana. Tanlab olganimizdan keyin bu yerda o'zi tavsiyalar bor mana. What is AI diagram? Mana welcome to your first document Rasulbek deyapti. Mana role nima bo'yicha? Misol uchun men bu yerda ko'ramiz hozir qaysi bizga mos kelar ekan. IT ni bosamiz. How often do you use diagram tools? I'm a frequent user. Tez foydalanuvchi, intermediate tanlaymiz. Mana bu narsalar kerak emas bo'lmasa, iloji bo'lsa buni o'tkazib yuborish imkoniyati bormikan? Mayli. O'tkazib yuborish imkoniyati yo'q ekan. Done'ni bosib qo'yamiz mana. Maybe later'ni bosamiz. Mana bu tavsiyalarni beryapti mana, nima qilish, boshqa AI system model. Mana bu yerda bizning modelimiz nima qilishimiz mumkin? Yaratishimiz mumkin. Mana bu yerda custom shapes'lar bor. Qanaqa anular. Xullas bizga nima zarur bo'ladigan bo'lsa, bu doska deb tasavvur qilaylik. O'sha doskani mana bundek qilib turib olib
qo'yib ulaysiz degan ma'noda ko'rsatib beryapti bizga. Mana bularni imkon bo'lsa o'chirib yuborishimiz kerak. Bizga shart emas bu, ortiqcha tak mana. Chunki bularni o'rniga biz loyihani sal bu yoqqa surib ishlashimiz kerak bo'ladi maza qilib. Mana o'chirib yuboramiz. Shart emas mana bu narsalar bizga. Mana. Tak. Mana buni bunday qilib qo'yamiz, bo'ldi. Endi tak, mana bunday qilib o'chiramiz. Mana bularni endi hammasini bittada o'chirishning imkoni bo'lsa, bu juda ham yaxshi. Mana buni suramiz endi. Mana surib oldik. Endi mana shu yerda biz yana bitta ish qilishimiz mumkin. Mana bu bosqichlarni yozishimiz kerak bo'ladi. Mana qarang. Bosqichlarni yozaman. Misol uchun data yoki bo'lmasa birinchi web scrapingdan boshlaymiz. Web scraping, ya'ni datani qayerdan olish. Birinchi bizda nima bo'ladi? Mana bu yerda aytaylik, men hozir dorilar haqida, meditsinskiy proyektda dorilar haqida ma'lumot yig'moqchiman. Mana shuni aytaman. Misol uchun bunday deymiz. Drugs store saytidan. Mana. Ya'ni mana bu yerdan web scraping orqali nima qilinadi? Mana buni uzib yuboramiz. Mana. Mana buni ham uzib yuboramizda. Drugstore saytidan web. Misol uchun mana bu yerga yozamiz. Aytaylik 25,000 ta dori haqida ma'lumot. Imkon qadar to'liqroq, yaxshiroq bo'ladigan bo'lsa, bu juda ham yaxshi albatta. Mana bunga to'g'rilab qo'yamiz mana. Keyin mana bu yerda boshlaymiz endi keyingi jarayonni. Data pre-processing misol uchun. Data pre-processing. Endi mana bu yerda missing value qilamizda. Missing value mana qiymatlarni to'ldirish va missing value dan keyin yana bitta bizga bor. Bu bunday deymiz. Kam qiymatli ustunlarni drop qilish deymiz mana. Bo'ldi. Mana buni o'chirib yuboramiz. Bu bizga kerak emas, mana bu ham kerak emas. Mana bu loyiha bo'yicha loyihani sal mana buni kattalashtirishimiz kerak edi. No, mayli. Bu ham kerak emas ekan. Mana bu ikkalasi ishladi. Mana bu ham kerak emas bizga, chunki mana bu chizmalarni mana bunday qilib qilamiz hozir tak. Ulash bo'yicha ko'raylik qanday holatda bu bir-biriga ulaymiz. Mana bu yordamida ulaymiz mana. Bir-biriga ulash. Keyin yana bitta mana bundan tashlaymizda. Aytaylik buni mana bunga ulaymiz mana. Bitta bog'lanib boryapti. 2-3 ta kanallar bo'lishi ham mumkin bizda. Yo'nalishlar bo'lishi ham mumkin. Gohida bunaqa vaziyat ham to'g'ri kelib qoladi. Aytishimiz mumkinki, misol uchun bitta loyihani 2-3 xil tartibda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana kam qiymatli ustunlarni ko'rish, missing value'larni to'ldirish va bundan keyin mana ikkita emas, bitta bo'lsin. Bitta ketadi. Mana buni o'chiramizda. Keyingisi misol uchun mana data analitika. Mana shuni tuzishga misol uchun ma'lum vaqt ketadi, to'g'ri. Lekin bu foydali tarafi sizga haqiqiy yo'lni ko'rsatib turadi. Qayerga borish kerak, nima qilish kerak, qaysi ketma-ketliklar bajariladi. Men bu yerga yozaman endi. Data bilan to'liq tanishuv misol uchun. Keyin aytishimiz mumkin. Aytaylik, mana bu yerda chizamizda bitta mana buni chizib, to'liq tanishuvda nima yordamida? Plotly Express yordamida, misol uchun, mana. Keyin yana mana bu yerda chiqarib turib aytishimiz mumkin. Mana bunday bir shaklni berib turib, mana misol uchun aytaylik. Plotly Express, Matplotlib yoki Matplotlib va Seaborn yordamida. Qo'yishimiz mumkin. Endi mana pastga strelka chizlarimizda aytaylik mana bunday qilamiz. Bunga misol uchun
qanaqadir anov ham bo'lishi mumkin. Taqiqli variantlar yoki boshqa anovlar bo'lishi mumkin. Endi mana bundan chiqaramizda sekin mana bu yerga yozamiz, aytaylik 25 ta analiz. Misol uchun-da. Bu ham albatta foyda. Mana shunaqa qilib loyihani anosini tuzib olamiz. Mana modelini, mana bu yerda juda ko'p narsalar bor. Diagramma, boshqa juda ham bunday narsalar, qo'shishlar, har xil narsalar bor. Bularni qo'shib olib, mana bu bo'limlarni ham misol uchun mana kengaytirib, ko'paytirib, keyingi bo'limlarni qo'shib, mana bu yerda o'lchamlarni to'g'irlab, emojilar ham qo'shishimiz mumkin. Mana misol uchun OK, X boshqa degan anovlarni qo'shishimiz ham mumkin-da. Mana shularni qo'shib bo'lganimizdan keyin mana shuni biz nimaga ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. O'sha loyiha berayotgan insonga. Bizni loyihamizni o'sha arxitekturasi bir kun ketar, mana shunga aytaylik. Bir kun Selenium mana shu orqa ustida o'tirasiz, yozib, chizib, buni o'sha misol uchun 2-3 ta kanallarga bo'linib ketishi mumkin. Misol uchun mana data bilan to'liq tanishuvni birinchi bu yoqdan bitta shoxcha chiqarib, mana bu yerdan bitta shoxcha chiqadi-da, mana bu yerda bu mana bunday qilinadi-da, aytaylik bunga plotly bilan mana shu yerda ko'radigan bo'lsak, 2-3 xil anov ketyapti. Mana bu plotly bilan ham ko'rish mumkin, yoki bo'lmasa mana bu yoqqa kelib turib plotly express. Bu plotly express anovning ichidagi, Python ichidagi. Plotly boya biz ko'rganimiz, misol uchun, plotly o'sha vizual dasturi yordamida 2-3 tarmoqqa bo'linib ketishi mumkin gohida. Agar mana bunaqa loyiha bunaqa bo'ladigan bo'lsa, mana bu ish qilinadi. Loyiha buni xullas mana shuni tuzib oladigan bo'lsak, albatta bu bizga nima bo'lar ekan, demak, doimiy to'g'ri yo'lni ko'rsatib turuvchi bir belgi sifatida ishlanar ekan. Bugun ko'rsatib o'tmoqchi bo'lgan narsa mana shu edi. O'ylaymanki, foydali narsa. Xudo xolasa buni amaliyotda qo'llab, haqiqiy realniy hayotda ishlatiladigan bo'lsa, juda ham katta foydasi tegadi. Bo'lmasam, buguncha videomiz mana shu yerda yakunlaymiz. Hozircha xayr, barchaga rahmat. Darslarimizni ko'rishda, o'rganishda charchamanglar. Hammaning ishlariga omad, rahmat.